Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugungi mavzumiz borliq falsafasi va uning ilmiy tafakkurdagi o'rni deb nomlanadi. Rejamiz 4 rejadan iborat. Borliq tushunchasi, tarixiy va madaniy mantiqiy asoslar, ontologiyaning asosiy yo'nalishlari, borliqning fan bilan uzviy aloqasi, zamonaviy tafakkurda borliq masalalari. Demak, borliq tushunchasi, tarixiy va mantiqiy asoslar degan rejamizga to'xtaladigan bo'lsak, borliq falsafaning asosiy tushunchalari borliq umuman falsafaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. U mavjudlikning mohiyatini o'rganadi. Borliq tushunchasining tarixiy va mantiqiy rivojlanishini keyingi slaydlarimizda ko'rib chiqamiz. Qadimgi davr falsafasida borliq, misol uchun Parmenid va Aflotun, ya'ni Platon qarashlarida Parmenid borliqni bor, yo'qlikni yo'q degan fikrni ilgari surgan bo'lsa, Aflotun esa ideyalar olamini borliqning ikki xil shakli deb tushungan. Uning g'or haqidagi allegoriyasi bunga misol bo'la oladi. Qadrli talabalar, bu bir so'z bilan aytganda shuni aytib o'tish kerakki, umuman Aflotunning g'or allegoriyasini sizlarga ilk darsda aytib bergan edim. Aristotelning ta'limoti. Aristotel substansiya va hodisa haqida ta'limot yaratgan, uning mavjudlikni o'zgaruvchan hodisalar va ularning asosidagi substansiya orqali tushuntirgan. Ya'ni u borliqni, umuman borni narsalarni substansiya orqali tushuntirib berishga harakat qilgan. O'rta asrlar falsafasida borliq. Avliyo Augustin, Foma Akvinskiy kabi xristian faylasuflari falsafasida borliqning o'ziga xos xususiyatlari haqida ular gapirib o'tadi. Misol uchun Augustin Xudo va borliq munosabati haqidagi g'oyalarni rivojlantirgan, u Xudoni barcha borliqning manbai deb bilgan. Yoki bo'lmasam Foma Akvinskiy borliqning mohiyati va eksistensiyasini ajratgan. Uning Summa teologiyasi asarida ilohiy borliqning yaratuvchi roli chuqur yoritilgan. Summa teologiyasi asarida ilohiy borliqning yaratuvchi roli chuqur yoritilgan. Yangi davr falsafasida borliq. Dekartning tafakkuri. Dekart men fikrlayman, demak men mavjudman yoki men borman konsepsiyasini ilgari surgan. Bu uning falsafa asoslari asarida o'z tahsin topgan. U shubha orqali mavjudligini isbotlagan. Spinoza va Leibniz. Spinoza substansiya va atributlar haqida ta'limot yaratgan. Leibniz esa monadalar nazariyasini ilgari ishlab chiqqan. Har ikkalasi borliqning murakkab tuzilishini tushuntirgan. Borliqning asosi va ta'riflari. Mavjudlik xususiyati. Borliq mavjud bo'lgan narsalarning xususiyatidir. Bu uning universal jihati. Real mavjudlik. Borliq real mavjudlik substansiyadir. U o'zini o'zi ta'minlaydi. Imkoniyat. Borliq mavjud bo'lish imkoniyatidir. Potensial mavjudlik ham borliqdir. Borliqning asosiy kategoriyalari. Substansiya va hodisa. Substansiya narsaning asosi, mohiyati, hodisa esa uning tashqi ko'rinishidir. Mohiyat va eksistensiya. Mohiyat narsaning nimaligini, eksistensiya esa uning mavjudligini bildiradi. Mumkin va haqiqiy. Mumkin bo'lgan borliq va haqiqiy borliq o'rtasida farqlar mavjud. Xo'sh, borliqning shakllari: moddiy borliq, ijtimoiy borliq, ideal borliq. Ideal borliq
ong, g'oyalar, tushunchalar, aqliy faoliyat natijasi hisoblanadi. Borliqning falsafiy ahamiyati, dunyoqarash. Borliq dunyoqarashni shakllantiradi. U insonning o'z o'rnini anglashga yordam beradi. Ma'naviy qadriyatlarni belgilaydi. Borliq va inson. Hayotning ma'nosi, insonning borliqdagi maqsad. Erkinlik va mas'uliyat. O'lim, hayotning ma'nosi va o'lim muammosi. Xo'p, xulosa qilib aytganda, birinchi rejamizda falsafaning doimiy mavzusi borliq falsafasining doimiy dolzarb mavzusidir. Ya'ni o'z-o'zini anglashda borliqning mohiyatini anglash insonning o'z-o'zini anglashdagi yo'lida katta ahamiyatga ega. Falsafiy tafakkurning ahamiyatini ya'ni tafakkurning ahamiyati beqiyos. Ontologiyaning asosiy yo'nalishlari. Ya'ni borliq falsafasining asosiy yo'nalishlari, borliqning asosiy tamoyillari va kategoriyalarini o'rganuvchi falsafiy fan ontologiya deb ataladi. Uning maqsadi borliqning tuzilishini tushunish va dunyoning asosiy elementlarini aniqlashdan iborat. Ontologiya falsafa va fan uchun muhim asosdir. Qadimgi davr ontologiyasi, Parmenid. Borliq o'zgarmas va yakka mavjud bo'lmagan narsa haqida gapirish mumkin emas. Ya'ni borliq o'zgarmas va yakka mavjud bo'lmagan narsa haqida gapirish mumkin emas deydi Geraklit. Parmenid, ya'ni Geraklit borliq doimiy o'zgarishda. Bir daryoda ikki marta kirib bo'lmaydi. Platon, g'oyalar dunyosi, narsalar dunyosi o'rtasida o'zgaruvchan va vaqtinchalik. Ya'ni borliqni ikkiga bo'lgan Platon quyidagi fikrlarni aytib o'tgan. O'rta asrlar ontologiyasi. Aristotel va substansiya. Narsalarning asosi uning o'zgaruvchan xususiyatlari. Agustin va ijtimoiy borliq. Borliqning ilohiy yaratilishi Xudo borliqning mutlaq manbaidir. Von Makvenskiy Aristotel falsafasalik teologiyasi bilan uyg'unlashgan. Klassik ontologiya. Descartes, Spinoza, Leibniz. Men o'ylayapman, demak men mavjudman. Zamonaviy ontologiya. Fenomenologiya. Husserl. Ongning borliqqa yo'naltirilganligi, tajriba orqali borliqni anglash, eksistensializm va strukturalizm. Xo'sh, informatsion ontologiya. Xo'p, bu yerda sun'iy intellekt va bilimlar bazasi. Sun'iy intellekt bilimlar bazasi uchun ontologiyalar yaratish. Semantik web, webnet, umumiy bilimlar ontologiyasi. Bu demak informatsion ontologiya ko'rib turganingiz quyidagi. Xo'p, amaliy ontologiya sohalar tibbiyot, ma'lumotlar integratsiyasi, tibbiy terminologiya ontologiyasi, geneontologiya, ya'ni genlar funksiyasi ontologiyasi, ontologiyaning kelajagi, kognitiv arxitekturlar, katta ma'lumotlar, yangi texnologiyalar, inson ongini modellashtirish, big data, tahlil uchun ontologiyalarni moslashtirish, blockchain va kvant kompyuterlar uchun ontologik asoslar. Sun'iy intellektda ontologiya. Bilimlar bazasini shakllantirish, AI tizimlarining tushunish qobiliyatini oshirish. Mashinaviy ta'lim. Avtonom tizimlar. Borliqning fan bilan uzviy bog'liqligi. Karl Popper asosiy tamoyillar haqida quyidagi fikrlarni bildirgan. Falsifikatsiya prinsipi muhim. U nazariyalarni isbotlash emas, balki rad etishga qaratilgan. Fan va kundalik hayot, tibbiyot, texnologiya, energetika va fan,
atom energetикasi, quyosh energetikasi, shamol energetikasi